Sure Maide tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminler, ehdilerge yani Allah bilen sizlerning aranglardaki ve sizlerning öz aranglardaki ehdilerge vefa kılınlar. Sizlerge haramlığı bayan kılındıganlardan başka hayvanlarını boğuzlagandan keyin yiyiş halal kılındı. Lekin sizler ihram yoki haramda boğuninglarda shikarlarni halal sanamanglar. Şübhisiz ki Allah halal haram to'g'riliq xohlagan narsani hukm qiladi. Ey müminler, Allah'ın dininin alametlerini yani hacda taatning belgisi hesaplangan işlerini terk etiş bilen çeklengen aylarda uruş kılışını hediyeni yani Kabe'ge atalgan kurbanlıkka dahil teröz kılışını qalada yani hacda kurbanlık kılındığan mal ikenlikini bildiriş için hayvanға esip koyulgan narsalarga çekilişini Rabbinin fazlini ve razılıqını tilep Beytullah'a hac üçün yoki ömre üçün kelgüçilerge çekilişini halal sanamanglar. İhramdan çıkan çığınlarda şikar kıysanlar boludu. Birer kavminin silani Mescid-i Haram ziyaretinden toskanlıktan ibaret düşmenliki yergizmu silaning ulağı çekilişinlağı sebepçi bolmasın. Yaxşı işqa ve takvadarlıqqa yardımlaşыңlar. Günahqa ve zulümga yardımlaşmanglar. Allah'ın azabından korkunglar. Allah'ın azabı hakikaten qattiq. Sizlarga özü ölüp qalgan hayvan, qan, çoşqu go'shi, Allah'tan gayrinin namı tilga ilinib boğuzlangan hayvan, boğup öldürülgen hayvan, urup öldürülgen hayvan, İgizden yıkılıp ölgen hayvan, hayvanlar tarafından üsüp öldürülgen hayvan, yırtqıç hayvanlar yerip öldürüp yegen hayvanın go'shini yeyish haram kılındı. Lekin yuqorqi 5 türlük hayvandan jeni chiqmagan chaqda boğuzlaganlaringlar halal bo'ladi. Butlağı ilip berilip onun yenide boğuzlangan hayvanlar haram kılındı. Azlam yani cahiliyet devrinde pal üçün işletildiğin 3 parça yağaç bilen pal selişinler haram kılındı. Bu günahtır. Kafirler bugün sizlerinin dininlerini yoktuştan ümidini üzdü. Ulardan korkmanglar, menden korkunglar. Bugün sizlerinin dininlerini bütün kıldım. Sizlerge nimetimni tamamladım. İslam dinini sizlerinin dininla buluşqa tanladım. Kimki açlıkta ilacısızlıktan günahını maksat kılmasdan haram kılıngan narsalarni yese günah bulmaydı. Allah mağfiret kılgıcıdır, bendilerge nihayeti mehribandır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ular senden özlerige yemek içmekten nimelerinin halal kılınganlıqını soraydı. Aytqin ki sizlerge pak narsalar ve it, qarchiga, qushqa o'xshash shikarga ügetilgen sizler Allah'ın özünlağı ügetgeni boyunca ügetgen ovchi canavarlarının shikar qilgan narsalari halal qilindi. Ularning sizlar uchun ovlagan narsalardan yenglar. Ovchi canavarlarni shikarga qo'yib bergan chig'inglarda Allah'ın namını yad qilinglar. Yani Bismillah denglar. Allah'ın emrige muhalefetçilik qilishdan saqlaninglar. Allah hakikaten tiz hesap algıcıdır. Bugün sizlarga pak narsalar halal qilindi. Kitap verilgenler yani Yahudiler ve Nasaralarının tamıqı sizlarga halaldır ve sizlarning tamıqinglar ularga halaldır. Müminlerden boğan iffetlik ayollarning sizlardan ilgari
kitap verilgenler, yani Yahudiler ve Nasaralardan boğan iffetlik ayollarının mehrini bəsənlər, iffetlik bolğanınlar ve aşkarı yoşurun payişini közlemigininglar alda ularni alsanglar, ular sizlarga haloldir. Kimiki imandan yenib oladigan yoki shariat ahkomlarini inkor qiladigan, uning amalining savobi yo'q chiqariladi. Oxiratda u ziyon tortqichilardan bo'ladi. Ey mu'minlar, sizlar tahoratsiz bo'lib namoz o'qimoqchi bo'lib turganinglarda yuzinglarni yuyinglar, qo'linglarni jaynikinglar bilan qo'shib yuyinglar, beshinglarga masih qilinglar, putinglarni o'shqinglar bilan qo'shib yuyinglar. Agar junub bo'lsanglar, poklaninglar, ya'ni g'usl qilinglar. Agar kasal bo'lsanglar, suv ziyon qiladigan bo'lsa yoki safar ustida bo'lib suv topolmasanglar yoki sizlarning birsinglar hojatxonadan kelgan, ya'ni tahorat sundirgan bo'lsanglar yoki ayollaringlar bilan yaqinchilik qilgandan keyin g'usl tahorat uchun suv topolmasanglar, pak tuproqda tayammum qilinglar. Uning bilan yuzinglarga, qo'linglarga masih qilinglar. Masih qilinglar. Allah sizlarga mushaqqatni xohlamaydi. Lekin Allah shukr qilishinglar uchun sizlarni pak qilishni, islom shariatini bayon qilish bilan ne'matini sizlarga tamomlashni xohlaydi. Ey mu'minlar, Allah'ның sizlarga bergan ulug' ne'matini va sizlar bilan qilgan muahidisini eslanglar. Ayni zamonda sizlar angladik va itoat qildik degan edinglar. Allah'tan qo'rqinglar, ya'ni Allohga bergan ahdini buzishdan saqlaninglar. Allah haqiqatan bandalarining dillardagini, sirlarini bilgichidir. Ey mu'minlar, Allah'ның rızalығы üçün adaletni berpa qılınlar. Adillik bilen guvahlıq beringlar. Birer qavmga bo'lgan o'chmanlikinglar ularga adil bo'lmasliklaryga sabab bo'lmasin. Düşmaninglarga adil bo'linglar. Bu, ya'ni ularga o'chman turib adil bo'lishinglar taqvodorlikqa eng yaqindir. Allohdan qo'rqinglar. Allah hakikaten qilmishinglardan xabardardır. Allah iman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat ve katta savob va'da qildi. Kafir bo'lgan ve bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqargan kishilar ahli do'zaxdir. Ey mu'minlar, Allah'ның sizlarga bergan, sizlarni dushmaninglardan saqlaganlik ne'matini eslanglar. Aynı zamanda bir jamoa sizlarga qo'llarini uzatmoqchi, ya'ni sizlarni o'ldirmoqchi bo'lgan edi. Allah ularning qo'llarini sizlardan to'sdi, ya'ni sizlarni ularning ziyonkashlik qilishidan saqladi. Allah'ның amrini o'rinlash, mani qilgan ishlardan cheklanish bilan qo'rqinglar. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Şübhisiz ki Allah İsrail avladıdan mahkam ahdi aldı. Ularning arasından, yani 12 aymakның her birisinden birden 12 başlıqni kepillik üçün cebbarlarga, yani amalıqlarga avattık. Hem de Allah, men sizlarga yardım berman ey İsrail avladı. Allah bilen qasam ki, eğer sizlar namozni talabga loyiq o'tsanglar, zakat bersanglar, payg'ambarlarimga iman etsanglar ve ularga yordam bersanglar, Allohga qarz hasana bersanglar, ya'ni Allohning yo'lida pul melinglarni sarf qilsanglar, albatta sizlarning gunohinglarni yo'q chiqaraman. Sizlarni albatta ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Shuningdan, ya'ni mahkam ahdidan keyin sizlardan kimiki amr qilgan narslarimni inkor qiladigan, u albatta to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi dedi. Ahdini buzganliklari uchun ularni rahmetimizdan yiroq qildik. Ularning dillarini
iymonni qabul qilishga yumshamaydigan darajada qattiq qildik. Ular Tavratning so'zlarini o'zgartib etdi. Ular Tavratda o'zlari uchun qilingan nasihatning bir qismini unutdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularning ozg'inisidan boshqasining xiyonat qilganligini bayqab tursan. Agar tavba qilsa, ularni afv qilgin. Agar iymon etsa, ularni kechirgin. Allah haqiqatan yaxshilik qilguvchilarning do'stidir. Biz Nasaramiz deganlardanmi Allah'ni bir deb tonishqa va Muhammad alayhissalomga iymon etishga mahkam ahd oldik. Ular İncil'da o'zlariga qilingan nasihatning bir qismini unutdi. Buning jazosi uchun ularning orasiga qiyomatgacha adovat ve düşmanlik saldık. Şu çağda Allah ularga qilmishlarini aytib berdi. Yani ular özlerinin qabih amallarının cezasını tatdı. Ey ehli kitap, yani Yahudiler ve Nasaralar, sizler kitapta, İncil'da ve Tevrat'ta yoşurgan nurgun narsalarni bayan qilib berdigan ve yoşurgan narsalardan nurgunni keçirdigan, yani aşkarılab narsalarni pash qilmaydigan Rasulimiz keldi. Sizlerge Allah tarafidan nur, yani Muhammed aleyhisselam ve roşen kitap, yani Kur'an geldi. Allah şu kitap, yani Kur'an arkalık razılıkını tilegenlerini tinçlik yolları, yani Allah'ın şeriyeti ve onun ahkamlarına itekleydi. İradesi boyunca ulanı küfrü karanlıklardan imanın nuruğu çıkardı ve ulanı doğru yolga hidayet kıldı. Meryem oğlu Mesih, yani İsa Allah'tır degan kişiler hakikaten kafir bo'ldi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, eğer Allah Meryem oğlu Mesih'nin anısını, yani Meryemni ve yeryüzündeki barliq kişilerini halak qilishni irade qilsa, Allah'ın iradesinden birer narsani to'sishga kim qodir bo'la oladi? Osmonlarning, zaminning ve ularning orasidagi narsalarning egidorchiligi Allah xosdir. Allah xoliqini xalq etidi. Allah her narsaga qodirdir. Yahudiler ve Nasaralar, biz Allah'ın oğullarıdırmiz, yani atı baladek yakınmiz ve dostlarıdırmiz dedi. Aytqin ki, undaq bolsa Allah nim üçün sizlarga günahinglar tüpaylidan azap qildi? Amaliyatda sizlarmi boshqa kishilarga o'xshash Allah yaratgan inson sizlar. Allah xoligan odamga mag'firat qiladi, xoligan odamga azob qiladi. Ya'ni mag'firat qilinishini xoligan kishini Allah mag'firat qiladi. Azob qilinishini xoligan kishiga Allah azob qiladi. Osmonlarning, yer yuzining va ularning orasidagi narsalarning ig'dorchiligi Allohga xosdir. Eng oxir boradigan joy Allohning dargohidir. Ey ahli kitob, yani Yahudiler ve Nasaralar, bizge savab bilen hoş haber bergichi, azaptan agahlandırgıcı kemmedi demeslikinlar üçün peygamberler üzülüp qalgan bir zamanda sizlerge şeriatni ve onun ahkamlarını bayan qilib berdigan Resulimiz geldi. Hakikaten sizlerge hoş haber bergichi ve agahlandırgıcı, yani Muhammed aleyhisselam geldi. Endi sizlerge özürü kalmadı. Allah her narsega qodirdir. Öz vaqtida Musa öz qavmiga aytdi. Ey qavmim, Allah'ın sizlarga bergan ne'matini yod qilinglar. Allah öz vaqtida ichinglarda sizlarni to'g'ri dinga yetaklaydigan nurg'un payg'ambarlarni barliq keltirdi. Sizlardan podshohlar qildi. Ya'ni o'zinglarga xo'ja qildi. Sizlarga jahon ahlidan hech kishiga bermagan daryoni yerib o'ttirsidan yo'l ichib berish, bulutlarni soyvan qilib berish, osmondan yemeklik tushirib berish qatorliq ne'matlarni berdi. Ey qavmim,
Allah sizlarga taqdir qilgan, ya'ni sizlarni kirishga amr qilgan muqaddas zaminga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. Arqanglarga chekinmanglar. Bo'lmasa ikkili dunyoda ziyon tortquchilardan bo'lib qolasizlar. Ular ey Musa, muqaddas zaminda kuchlik, ya'ni jasomatlik, qomatlik bir qavm bor. Ular Ad qavmining qoldiqi bo'lgan amaliklar bo'lib, ular chiqib ketmagicha biz u yerga hargiz kirmaymiz. Ular u yerdan chiqib ketsa, cho'qim kiramiz dedi. Allohdan qo'rquvchilardan bo'lgan, Allohning iymon bilan toatdan iborat ne'matiga erishgan ikki odam, ya'ni Kalb ibn Yafunna bilan Yusha ibn Nun ularga shaharning darvozasidan hujum qilib kiringlar. Shaharning darvozasidan hujum qilib kirsanglar, cho'qim g'alaba qilasizlar. Agar Allohning va'da qilgan yordamiga ishonsanglar, Allohga tavakkul qilinglar dedi. Ular ey Musa, madamiki ular muqaddas yer ekan, biz hargiz u yerga kirmaymiz. Sen Rabbing bilan bilib berib, ikkinglar urushinglar. Biz bu yerda o'ltirib turayli dedi. Musa dedi. Rabbim, men faqat o'zimga va qarindoshlarimga egiman. Sen biz bilan itoatingdan bosh tortgan qavmning orasini ayirib etgin. Allah dedi. Ularning muqaddas yerga kirishi 40 yilgacha harom qilindi. Bu jarayonda ular zaminda adishib yurdi. Fosiq qavm uchun qayg'urmagan. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga, ya'ni ahli kitobga va qavminga Odamning ikki o'g'li, ya'ni Habil bilan Qobilning hikoyasini rostlik bilan o'qib bergin. Öz vaqtida ular, ya'ni Habil bilan Qobil ikkilan qurbonlik qilgan edi. Birisi, ya'ni Habilning qabul bo'ldi. Ya'ni birisi, ya'ni Qobilning qabul bo'lmadi. Qobil Habilga men seni cho'qim o'ldiraman dedi. Habil nimishqa dedi Qobil. Allah senin qurbonligingni qabul qilib, meninkini qabul qilmadi dedi. Habil aytdi. Allah faqat taqvodorlarning qurbonligini qabul qiladi. Agar sen meni o'ldirishga qo'lingni so'zadigan bo'lsang, men seni o'ldirishga qo'limni so'zmayman. Men haqiqatan olamlarning Rabbi Allohdan qo'rqaman. Men haqiqatan sening men bilan munosabatlik, ya'ni meni o'ldirganlik va o'zingning ilgariki gunohingni, ya'ni otang Odamning amriga osiylik qilganlik gunohingni ustingga ilib ahli do'zaxlardan bo'lishingni tilayman. Kishilarga zulm qilguvchilarning jazosi shudur. U, ya'ni Qobilning nafsi uningga qarindishini, ya'ni Habilni o'ldirishni chiroyli ko'rsatdi. Shuning bilan uni o'ldirib, dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardan bo'ldi. Allah uningga qarindishining jasadini qandoq ko'mishni ko'rsatish uchun bir qog'i avatdi. Qog'i tumshqi va ikki puti bilan yerni ko'ladi. U, ya'ni Qobil buni ko'rib, voy, men qarindishimning jasadini ko'mishda mushu qog'ichilik bo'lishdan ojiz keldimmi dedi. Shuning bilan u nadomat qilg'uchilardan bo'ldi. Shu, ya'ni Qobilning Habilni nahaq o'ldirganligi sababdan Tavratda Isroil avlodiga hukm qildiki, kimiki nahaq odam o'ldirmagan yoki yer yuzida buzg'unchilik qilmagan bir odamni o'ldirsa, u bütün insonlarni o'ldirgandek bo'ladi. Kimiki bir odamni terildirsa, ya'ni qutqizsa yoki hayot qilishiga sababchi bo'lsa, u bütün insonlarni terildirgandek bo'ladi. Payg'ambarlarimiz, ya'ni Isroilga rostla shonliq mo'jizalarni ilib keldi. Shuningdan keyin ularning, ya'ni Isroil avlodining to'lisi kufrida
odam o'ltirishda ziminda haddidan oshqchilardan bo'ldi. Allah va uning rasuli bilan urush qiladiganlarning yer yuzida buzg'unchilik qiladiganlarning jazosi shuki, ular o'ltirilishi yoki darg'a esilishi yoki o'ng qo'llari va so'l putlari kesilishi yoki surgun qilinishi kerak. Bu ya'ni jazo ular uchun bu dunyoda rasvolik elib kelguchidir. Oxiratda ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Sizlar tutib olishdan ilgari tavba qilganlar buningdan mustasno. Bilinglarki, Alloh mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Ey mu'minlar, maqsadga erishishinglar uchun Allohning azobidan qo'rqinglar. Allohga taat ibodat qilish, gunohdan saqlanish bilan yaqinchilikni tilanglar. Alloh yo'lida jihad qilinglar. Zimindagi barliq narsalar, yana shuningdek bir hassa keladigan narsalar kofirlarning bo'lib, ular qiyomat kuni Allohning azobidan qutulish uchun uni fidya qilib bergan taqdirdami, ularning fidyasi qabul qilinmaydi. Ular qiynag'uchi azobga duchor bo'ladi. Ular davzaqdan chiqmoqchi bo'ladi-yu, hargiz chiqa olmaydi. Ular doimlik azobga qoladi. O'g'irlik qilg'uchi erning va o'g'irlik qilg'uchi ayolning qilmishini jazolab, Alloh tarafidan ibrat qilish yuzidan qo'llarini kesinglar. Alloh o'z amrini ishga oshirishda g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Kimki o'g'irlik qilib kishilarga zulm qilgandan keyin tavba qilsa, amalini tuzsa, ya'ni o'g'irlik qilishdan yansa, Alloh uning tavbasini qabul qiladi. Allah nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Bilmamsanki, osmonlarning va zaminning podshohligi Alloh xosdir. Allah xohlagan odamga azob qiladi, xohlagan odamga mag'firat qiladi. Allah hamma narsaga qodirdir. Sura Maide tarjimasi 41-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Ba'du billahi minashshaytonirrojim. Ey payg'ambar, dillerida ishonmay, ig'izlarida iymon etdik deb qo'ydiganlar, ya'ni munofiqlardan va yahudiylardan kufrga fursat topsalar kufrni izhor qilishga oldiraydigan kishilar seni g'amkin qilmasin. Ular o'limalari to'qigan yolg'onga quloq soladi. Sana kemmigen, ya'ni o'chtiq qilib sening suhbatingga hozir bo'lmagan boshqa bir qavmga, ya'ni Xaybar yahudiylarining so'ziga quloq soladi. Ular Tavratning so'zlarini o'z o'rnidan o'zgartirib yutadi, ya'ni Allohning ahkomlarini boshqalarga almashtirib yutadi. Ular agar sizlarga bu hukm berilsa, uni qabul qilinglar, agar u berilmasa qabul qilmanglar deydi. Allah bir kimning gumrohligini iroda qiladi ekan, uning uchun Allohga qarshi qo'lingdan hech ish kelmaydi. Ya'ni hech odam uningdan gumrohlikni deb qilishga qodir bo'la olmaydi. Dillarini qilmishi qabih bo'lganlikdan, kufrdan pok qilishni Alloh xohlamagan kishilar ana shulardir. Ular dunyoda rasvolikqa, oxiratda cho'ng azobga qoladi. Ular yolg'onga quloq solg'uchilardir. Para va jazoniga o'xshash haromni yegichilardir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar ular sening oldingga davolashib kelsa, ularning orasida hukm qilib qo'ysang yoki uni rad qilsang bo'ladi. Ya'ni ularning orasida hukm chiqarish yoki ulardan yuz o'rish sening ixtiyoring. Agar ularni rad qilsang, ular san qilchi ziyon yetkazolmaydi. Chunki Allah seni kishilarning sharridan saqlaydi. Agar ularning orasida hukm qilsang, odillik bilan hukm qilgin. Allah haqiqatan odillarni do'stidir. Ularning yenidagi Allohning hukmini o'z ichiga olgan Tavrat tursa, ya'ni Tavratdagi hukmlarni ko'rib turib amal qilmayotsa, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qandoqcha seni hukm chiqarishga taklif qiladi? Ondan keyin, ya'ni haqiqat oshkor bo'lgandan keyin sening hukmingdan yuz o'riydi. Ana shular
Tevrat'kımı, sanımı işenmegichilerdir. Biz hakikaten Musa'ga Tevrat'ni nazil kıldık. Tevrat'ta doğru yolga yeteklaydigan hidayet ve nur bar. Allah'ın hükmüge boysungan peygamberler Yahudiler arasında Tevrat bilen hüküm kılıdı. Yahudilarning zahidleri ve ölümalarımı özgertişten saklaşkı buyurulgan kitaplar, özgertişten saklaşkı buyurulgan kitabullah, yani Tevrat boyunca hüküm kılıdı. Ula Tevrat'ni özgertişten saklaşka nazaretçi idi. Yani Yahudilarning ölümaları. Ey Yahudilarning ölümaları, kişilerden korkmanglar, menden korkunglar. Mening ayetlerimni az pulga tegishmanglar. Yani pul, mal, mensep ve para üçün ayetlerimning hükmünü özgertib etmanglar. Kimler ki Allah nazil kılgan ayetler boyunca hüküm kılmaydı iken, ular kafirlardır. Ular yani İsrail avladıga Tevrat'ta şundak belgilidik ki, canğı can, yani nahak adam öldürgenge öldürülüdü. Nahak adam öldürülüdü. Közge köz, yani kişinin közünü nahak kuyuvetken adamның közü kuyuvetilidi. Burunga burun, yani kişinin burnunu nahak keskenning burnu kesilidi. Kulakka kulak, yani kişinin kulakını nahak keskenning kulağı kesilidi. Çişki çiş, yani kişinin çişini nahak tökkenning çiş tökülidi. Ve kişini qandak yarda qiygan bolsa, şundak yarda qılınış bilen qısas ilindi. Kimi ki cinayetçini epo qiysa, yani onundan qısas almasa, bu onun günahıga kefaret boludu. Allah nazil qilgan ayetler boyunca hüküm qilmaydigan kişiler zalimlardır. Ularning, yani Bani İsrail peygamberlerinin arkasından özünün ilgari nazil qilingan Tevratni, yani onun Allah tarafından nazil qilinganligini tasdiqlovchi İsa ibn Meryemni avatdik. Onunğa hidayet bilen nurni öz içige algan İncilni ata qildik. İncil özüden ilgari nazil qilingan Tevratni tasdiqlovchidir. Yani onunğa muvafiqdir. Taqvadarlarga hidayet ve pendi nasihattir. Ehli İncillar, yani Nasaralar, Allah İncil'de nazil kılgan ahkamlar boyunca hüküm qilsin. Allah nazil kılgan ayetler boyunca hüküm kılmaganlar fasıqlardır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz sana özüden ilgirki samavi kitaplarını tasdiqlovchi ve ularga şahid bolg'uchi haq kitapni, yani Kur'an'ni nazil kıldık. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularning arasida Allah sana nazil kılgan Kur'an ahkamı boyunca hüküm qilgin. Sana kelgan haqdan burulup ularning nefs xohishlariga ergashmagin. Ey ummatlar, sizlarning har biringlarga bir xil shariat ve uch yo'l tayin qildik. Agar Allah xolisa, albatta sizlarni bir ummat qilatdi. Yani bütün insonlarni bir dinda qilatdi. Lekin Allah sizlarga bergan shariatlar borasida sizlarni sinash uchun ko'p ummat qilib ayirdi. Yaxshi ishlarga oldiranglar. Hammanglar Allohning dargohiga qaytisizlar. Sizlar ixtilof qilishgan narsalarni, uning qaysi haq, qaysi nohaq ekanligini Allah sizlarga aytib berdi. Ular, yani Yahudilar ve Nasaralarning arasida Allah sana nazil qilgan Qur'onning ahkamı boyunca hukm qilgin. Ularning nefs xohishlariga ergashmagin. Ularning Allah nazil qilgan Qur'onning bir qismidan seni voz kechtirishidan saqlangan. Agar ular Allah sana nazil qilgan hukmdan yuz o'rsa, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bilginki ularning bir qism gunohlari tufaylidan Allah ularni jazolashni iroda qildi. Shak shubhisizki kişilerden nurgunu pasıqdır. Yani Rabbinin taatidan baş tortib, haq xiloflik qilib gunoh cho'mguchilardir. Ular jahiliyet davrinin hükmünü talep qılamdı. Allah'a chin ishonadigan qavmning nazarida
hükümde Allah'tan mı adil kim ba? Ey müminler, Yahudi ve Nasaralani veli kılıp almanglar. Ula birbirinin velileridir. Sizlerden kimi ki ulanı veli kılıp alıdiken, o muşuladın sanıldı. Allah zalim kavmine hakikaten hidayet kılmaydı. Dillerde kesellik, yani münafıklık barlarının zaman özgürüp kafirla zafer tapsa, özümüzge bir palaketçilik gelişinden korkumayız dep, ular bilen dost bolışqa aldırganlıqını görsen. Allah Resulullah'a, Müslümanlığa galibe, yani Mekke'ni fetih kılışını ata kılıdı. Ya ki bir işini, yani ulanın münafıklıkını paş kılışını meydana keltirdi de, köңlüde yoşurğunu, yani müminlerin düşmanlarını dost tutkanlığı üçün ular nadamet çıkıdı. Bu münafıklarının Müslümanlığa kıygan heli mekiri paşkıgın kılınğanda müminler birbiriga. Sizler bilen çokum bille ikenliklerge Allah nam bilen qattiq qasam içkenler muşik işlemi deydi. Ularning, yani münafıklarning kılgan emelleri bekar boludu, mekar boldu. Ular dünya ve ahirette ziyan tartıqçı boldu. Ey müminler, sizlerden kimi mürtet boludiken Allah onun ornuğa Allah ularını dost tutadigan, ularmı Allah'ın dost tutadigan, müminlerge köynedigan, kafirlarga şefkatsiz, Allah'ın yolunda cihat kıladigan ve malamet kılgıçının malametinden korkmaydigan bir kavmini keltirdi. Bu, yani yukarıdaki süpetler bilen süpetleniş Allah'ın fazlidir ki Allah onu bendilerden halagan kişiye berdi. Allah'ın fazli kengdir. Allah hemmini bilgiçidir. Şüphesiz ki sizlerning dostunla Allah'tır. Allah'ın Resuludur ve namazını talebke layık öteydigan, zakat berdigan ve Allah'ın emrigi kemterlik bilen boysunadigan müminlerdir. Kimi ki Allah'ın peygamberini ve müminlerini dost tutadigan, o Allah'ın cemaatidir. Allah'ın cemaati elbette galiptir. Ey müminler, sizlerden ilgiri kitap verilgenler, yani Yahudiler ve Nasaralardan dininlarını meskire ve oyuncu kıyganlarını dost kılıp almanglar. Eğer hakiki mümin bolsanglar, Allah'tan korkunglar. Sizler namazgı çakırgan, yani ezan etkan çıgınlarda, ular namazını hem sizlerni meskire ve oyuncu kılıdı. Bu şunun için ki ular namazın hikmetini ve namazın nefsini paklaştaki gayesini düşenmez kavimdir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eytkin ki, ey ehli kitap, yani Yahudi ve Nasaralar camiası, fakat bizning Allah'a, bizge nazil kılınan kitapga, yani Kur'an'a, bunundan ilgiri peygamberlik nazil kılınan kitaplarga iman etganligimiz üçün ve sizlerning köpçilikinla fasık bolganliginglar üçün bizni ayıplamsizlar. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, sizlerge Allah'ın nazardaki bunundan mı yaman cezanı aytib bereymi? O şundak kişilerinin cezası ki Allah ularını rahmetinden yirak kıldı ve ularga gazap kıldı. Allah ularının bir kısmını maymun ve çoşk kıldı. Bir kısmını şeytanğa ibadet kıldıgan kıldı. Yani şularının ornu en yamandır, yani devzaktır. Ular doğru yoldan en adaşkanlardır. Yahudilarning münafıkları yeninlağı kelgen çağda biz iman ettik deydi. Ve halenki ular ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yeninga küfrü bilen kirip küfrü bilen çıkıp gitti. Yani senden anlagan ilimden faydalanmadı. Allah ularning yoşurgan nersini, yani nifakını ve küfrünü obdan bildi. Ular, yani Yahudilarning arasındaki nurgun kişilerinin günahqa, zulüm silişqa ve haram yeyişki aldıraydiganlıqını görsen, ularning qilmishlari nima degan yaman? Ularning zahidleri,
o'limalari nimishqa ularni yolg'on so'zlashdan, harom yeyishdan to'smaydi? Ularning qilmishlari nima degan yomon? Yahudiylar Allah'ın qo'li bog'liqdir, ya'ni Allah bexildir yoki fiqirdir dedi. Yahudiylarning qo'llari bog'lansin. Ular bu so'zlar sababli Allah'ın rahmetidan yiroq qilindi. Amalda Allah'ın ikki qo'li ochiqdir. Qanday xolisa shunday rizq beradi. Rabbing tarafidan sana nozil qilingan Qur'on ularning ko'pchiligida yomonlik bilan kufrni oshirdi. Ya'ni ularning sana dushmanligini va Qur'onni inkor qilishini ziyoda qildi. Biz ularning orasiga qiyomatgacha davomlashadigan o'chmanlik va dushmanlikni soldik. Ular har qachon Rasulullohga qarshi urush o'tini yoqmoqchi bo'lsa, Allah onu o'chirdi. Ular yer yuzida islomga suiqasd qilish va musulmonlar orasida fitna qo'zg'ash bilan buzg'unchilik qilib yuriydi. Allah buzg'unchilik qilguvchilarni yoqtirmaydi. Agar ahli kitob, ya'ni Yahudiylar va Nasoralar Allohga va uning payg'ambariga haqiqiy iymon etsa va Allah cheklagan ishlardan farz qilsa edi, ularning gunohlarini biz cho'qim kechiratdik. Ularni cho'qim nozu ne'matlik jannatga kirgizatdik. Agar ular Tavratga, Injilga va Rabbi tarafidan ularga nozil qilingan boshqa kitoblarga amal qilsa edi, ular cho'qim ustillaridan va oyoqlari ostidan yeyishar edi. Ya'ni ularga osmon zamindan keng rizq beriladi. Ulardan bir jamoa, ya'ni Muhammad alayhissalomga iymon etganlar to'g'ri yo'ldadir. Ularning nurg'unlari nima degan yomon ish qilguvchilar? Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Rabbing tarafidan sana nozil qilingan ahkamlarning hammasini yetkizgin. Agar to'liq yetkizmasang, Allah topshirgan vazifani ado qilmagan bo'lasan, Allah seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi. Allah haqiqatan kafir qavmni hidoyat qilmaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, ey ahli kitob, ya'ni Yahudiylar va Nasoralar, sizlar Tavratga, Injilga va sizlarga Rabbinglardan nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga to'liq amal qilmaguncha sizlar e'tiborga og'idek dinda bo'lgan bo'lmaysizlar. Rabbingdan nozil qilingan ahkamlar ularning ko'pchiligida yomonlik va kufrni oshirdi. Kafir qavm uchun qayg'urmag'in, chunki payg'ambarlarni yolg'onga chiqarish ularning odatidir. Mu'minlardan, Yahudiylardan, farishtalarga va yulduzlarga cho'qing'uchilardan, Nasoralardan Allohga va oxirat kuniga iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga qo'rqinish yo'qdir. Ular g'am andish qilmaydi. Biz Bani Isroildan haqiqatan chin ahd oldik. Ularga dinning ishlarini bayon qilib berish uchun payg'ambarlarni avatdik. Ularga har qachon biror payg'ambar ular yoqtirmaydigan ahkomni elib kelsa, ular payg'ambarlarning bir bo'ligini yolg'onchi qildi, bir bo'ligini o'ldirdi. Ular biz Isroil avlodi payg'ambarlarni o'ldirish bilan azobga duchor bo'lmaymiz deb o'yladi. Ular ko'r bo'ldi, ya'ni haqiqatni ko'rmadi. Ular g'as bo'ldi, ya'ni haqiqatni anglamadı. Ondan keyin ular tavba qildi. Allah ularning tavbasini qabul qildi. Ondan ularning nurg'uni yana haqni ko'rishdan ko'r bo'ldi. Ya'ni pand nasihat anglashdan g'as bo'ldi. Allah ularning qilayotgan ishlarini ko'rib turg'uchidir. Shubhisizki Allah Meryemning o'g'li İsa'dir deguchilar kafir bo'ldi. İsa, ey Bani Isroil, mening Rabbim va sizlarning Rabbinglar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar. Kimiki Allohga shirik keltirdigan, ya'ni Allohdan g'ayriga iloh deb e'tiqod qiladigan, Allah uningga jannatni harom qiladi. Uning joyi davzax bo'ladi. Zalimlarga hech bir madadkor, ya'ni Allohning azobidan qutuldiruvchi bo'lmaydi dedi. Allah
üç ilahning biridir degichilar sheksiz kafir bo'ldi. Bir ilahdan boshqa hech ilah barhaq yo'qdir. Agar ular aytayotgan so'zlaridan qaytmasa, ularning ichidagi kafir bo'lganlar dunyo va oxiratda qattiq azobga qoladi. Ular Allohga tavba qilmamdi. Allohdan mag'firat talab qilmamdi. Allah tavba qiluvchilarga nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Maryam o'g'li Isa faqat o'tgan payg'ambarlarga o'xshash payg'ambardir. Uningdan ilgari nurg'un payg'ambarlar o'tgan. Uning onasi nihoyat rostchil ayoldir. U ikkisi tomoq yeydi. Yana ularmu boshqa maxluqlarga o'xshashlar go'sht so'ngak, tomir va paylardan tarkib topgan edi. Ularga, ya'ni ularning e'tiqodining botilligiga oyatlarimizni qandoq bayon qilganligimizga qaragan. Ondan ularning haqdan qandoq bosh tortganligiga qaragan. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizlar Allohdan boshqa sizlarga foyda ziyon yetkazishga qodir bo'lolmaydigan narsalarga cho'qinamsizlar degan. Allah bo'lsa so'zinglarni anglab turg'uchidir. Ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, dininglarda haqsiz ravishda chekdan eshib ketmanglar. Ilgari o'zlari ozgan, nurg'un kishilarni ozdirgan va to'g'ri yo'ldan adashgan qavmning nafs xohishlariga ergashmanglar degan. Bani İsrail'den kafir bo'lganlarga Davudning va Maryam o'g'li Isoning tili bilan, ya'ni Zaburda va Injilda la'nat qilindi. Bu, ya'ni ularning la'natga uchrashi, ularning osiylik qilganliklari va haddidan eshib ketganliklaridan bo'ldi. Ular o'zlari qilgan yomon ishlardan bir-birini to'smaydi. Ularning qilmishlari nima degan yomon? Ular, ya'ni Yahudilarning ichida nurg'unlarining kafirlarni, ya'ni Rasulullohni va musulmonlarni o'ch ko'rish yuzidan mushriklarni do'st tutganligini ko'rsan. Ularning o'zlari uchun oldin tayyorlagan amallari nima degan yomon? Bu amallar ularga Allohning g'azabini ilib keldi. Ular mangu azobga qolg'uchilardir. Agar ular Allohga, payg'ambarga va payg'ambarlarga nozil qilingan kitobga iymon etsa edi, kafirlarni do'st tutmaydi. Lekin ularning to'lisi fosiqlardir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Yahudilar va mushriklarning mu'minlarga hammadan qattiq dushman ekanligini cho'qim bayqaysan. Biz Nasara degan kishilarning do'stlik jihatda mu'minlarga hammadan yaqin ekanligini cho'qim bayqaysan. Bu Nasaralarning ichida ulamolar, rohiblar bo'lganligi va haqni qabul qilishda takabburlik qilmaydiganliklari uchundir. Ular payg'ambarga nozil qilingan Qur'onni anglagan chaqlarida haqiqatni toniganliklaridan ularning ko'zlaridan yosh qo'yilganligini ko'rsan. Ular aytadi: Rabbimiz, biz iymon etdik. Bizni payg'ambaringni, kitobingni e'tirof qilguvchilar qatorida qilgin. Biz nimishqa Allohga, bizga kelgan haqiqatga ishonmayli. Halbuki biz Rabbimizning bizni yaxshi kishilar qatorida jannatga kirgizishini umid qilamiz. Bu so'zlar uchun Alloh ularni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlar bilan mukofotlaydi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Yaxshilik qiluvchilarga beriladigan mukofot ana shu. Kafir bo'lganlar va bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar davzaq ahlidir. Sura Maide tercümesi 87. ayetten başlap okuyunuz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminler! Allah sizlarga halal qilgan pak narsalarni terki dünya bo'lish yuzidan o'zinglarga harom qilmanglar.
Allah belgilep bergen çektin aşmanglar. Allah çektin aşkıçılarını hakikaten dost tutmaydı. Allah sizlarga rizq qilib bergan halol pak narsalardan yenglar. Sizlar iymon etgan Allohga taqvodorlik qilinglar. Allah sizlarni sevenlik bilan qilgan qasminglar uchun javobgarlik tortmaydi. Lekin sizlarni qasddan qilgan qasminglar uchun javobgarlik tortadi. Munda qasminglarni buzsanglar, uning kaffarati ailanglarga beradigan o'ttir darajalik tamoq bilan 10 miskinni bir vaqt g'izolantirishdir. Yoki ularga, ya'ni 10 miskinga bedenini yipib turadigan bir qur kiyim berishdir. Yoki bir qul yoki bir cho'rini ozod qilishdir. Kimiki munda qilishga kuchi yetmasa 3 gün roza tutishi lozim. Bu ana shu ishgan qasminglarni buzganliqinglarning kaffaratidir. Qasminglarga rioya qilinglar. Ya'ni qasddan qilgan qasminglarni o'rindanglar yoki kaffaratini ado qilinglar. Sizlarning shukr qilishinglar uchun Alloh oyatlarini sizlarga ana shundoq bayon qiladi. Ey mu'minlar, haraq ichish, qimor o'ynash, butlar, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlari bilan pal selish shaytonning ishi, paskini qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar. Shayton haraq, qimor orqali aranglarda düşmanlik, adovat tug'dirmoqchi. Sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar endi aroqdan, qimordan yanmamsizlar. Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Ularga muxolifatchilik qilishdan hazar qilinglar. Agar itoat qilishdan bosh tortsanglar, bilinglarki Resulümüzün məsuliyeti faqat ochiq tabliq qilishdir. İman etgan ve yaxshi amallarni qilgan kishilar haram qilinmagan narsalarni yesa hech gunoh bo'lmaydi. Qachonki ular haram narsalardan saqlansa, imonida va yaxshi amallarida izchil bo'lsa, ondan haram qilingan narsalardan yana saqlansa va haram deb e'tiqod qilsa, ondan haram qilingan narsalardan davomli saqlansa va yaxshi ishlarni qilsa, Alloh yaxshi ish qiluvchilarni do'st tutadi. Ey mu'minlar, ko'rmay turib Allohdan qo'rqadiganlarni bilish uchun qo'linglar va nayzanglar bilan o'g'linadigan bir oz o bilan Allah sizlarni cho'qim sinaydi. Kimiki buningdan keyin haddidan oshsa, ya'ni ihromda turib o'g'lisa, u qiynag'uchi azobga duchor bo'ladi. Ey mu'minlar, sizlar o'g'lagan hayvonlarni ihromda yoki haramda turib o'ltirmanglar. Sizlardan kimiki uni qasddan o'ltiradigan ishning vabolini tetishi uchun uning jazosi ikki odil kishining baholashi bo'yicha heliqi o'ltirilgan o'g'ga o'xshash uy hayvonlaridan birini Kabe'ga elib berib qurbonlik qilishdir yoki kaffarat berish yuzidan miskinlarga osh berishdir yoki her miskinga beradigan oshning baravariga bir kun ro'za tutishdir. O'tganki gunohni, ya'ni bu oyat tushishdan burun ihromda turib o'ltirgan bo'lsanglar, buni Alloh afo qildi. Kimiki qayta gunoh o'tkazsa, ya'ni qaytadan o'lsa, o'ltirsa, Alloh uni jazolaydi. Alloh g'olibdir, osiylik qilguvchilarni jazolag'uchidir. Sizlarning va yo'lovchilarning manfaatlanishi uchun sizlarga dengiz hayvonlari
dengizden chiqadigan yemekliklar halol qilindi. Madamiki sizlar ihramda yoki haramda ekansizlar, quruqliq hayvonlarini ovlash sizlarga harom qilindi. Sizlar qiyomat kuni dargohimga to'planadigan Allohdan qo'rqinglar. Allah Beytul Haram bo'lgan Ka'bani, haj eyini, hajda qilinadigan qurbonlikning alomati sifatida bo'yinlarga belgi esilgan to'gilarni insonlarning dunyo va oxiratlik ishlarining tutqusi qildi. Bu Allohning osmonlardagi va zamindagi narsalarni bilib turadiganligini va Allohning har shayini bilguchi ekanligini sizlarning bilishinglar uchundir. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. İtaat qilguvchilarga Alloh nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Payg'ambarning mas'uliyati faqat tabliğ qilishdir. Allah sizlarning oshkora va yoshirin qilib yurgan ishlaringlarni bilib turdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, gerçi haramning ko'pligi, ey tinchug'chi, seni ajablantirsa-mu, haram bilan halol barobar emas. Ey aql egilari, nijot tepishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Ey mu'minlar, agar sizlarga oshkor qilinsa, sizlarni bearam qilib qo'ydigan sizlar to'g'riliq payg'ambardan so'ramanglar. Agar Qur'on nazil qilinayotgan chaqda ular to'g'riliq so'rasanglar, sizlarga bildiriladi. O'tganda so'raganlaringlarni Alloh afv qildi. Allah nihoyat mag'firat qilguvchidir, halimdir. Ya'ni osiylik qilguvchilarni jazolashga oldirib ketmaydi. Sizlardan burun o'tgan bir qavm payg'ambarlardan shunday masalalarni so'ragan edi. Keyin buning sababidan, ya'ni so'ragan ishlar bayon qilinib, ular amal qilmaganlikdan kafir bo'lib ketdi. Bahira, Saiba, Vasila hamlarga Allah yuqorqidek qilishni buyrug'ini yo'q. Lekin kafirlar Allohga yolg'onni chaplaydi. Ularning to'lisi buning yolg'onligini tushunmaydi. Ularga Allah nazil qilgan hukmga, payg'ambar bayon qilgan hukmga amal qilinglar deyilsa, ular ota-bobolarimizning dini bizga kifoya deydi. Ularning ota-bobolari hech narsa bilmaydigan va hidoyat topmagan to'simi, yanala ularning diniga amal qilamdi. Ey mu'minlar, o'zinglarni gunohdan saqlanglar. Sizlar qachoniki to'g'ri yo'lda bo'lsanglar, boshqalarning adashqini sizlarga ziyon yetkazolmaydi. Sizlar hammanglar Allohning dargohiga qaytsizlar. Allah qilgan amalinglarni sizlarga aytib berdi. Ey mu'minlar, aranglardan bir kim vafot bo'lish oldida vasiyat qilmoqchi bo'lsa, uningga ishinglardan ikki odil kishi guvoh bo'lsin, yoki o'z dininglardagilardan guvoh bo'ladigan ikki kishi tepilmasa, g'ayri dindagilardan ikki kishi guvoh bo'lsin. Agar sizlar safarda bo'lib, beshinglarga o'lim dahshati kelganda, sizlar bu ikki guvohchining rostchiligidan gumonlansanglar, namozdan keyin ularni elib qilinglar. Ular biz foydasiga qasam qiladigan kishilarimiz, bizning yaqinimiz bo'lgan taqdirdami qasamimizni hech narsaga sotmaymiz. Allah uchun bo'lgan guvohlikni yo'shirmaymiz. Agar uni yo'shirsak, biz albatta gunohkorlardan bo'lamiz deb Allohning nomi bilan qasam qilsin. Agar u ikki guvohchining yolg'on guvohlik berganlik yoki mirosga xiyonat qilganlik gunohi bilinsa,
Ularning o'rniga miras ilishga eng haqli bo'lgan varislardan 2 kishi guvoh bo'lib, bizning gunohlarimiz albatta ularning gunohlaridan to'g'ridir. Bizning guvohlarimiz albatta ularning guvohlaridan to'g'ridir. Biz shariatdan chiqib ketmadik. Bo'lmasa biz cho'qim zolimlardan bo'lamiz, deb Allohning nomi bilan qasam qilsin. Bu usul guvohchilarni eng to'g'ri guvohlik beradigan qilishga qilgan qasamining rad qilinishidan, ya'ni ulardan keyin boshqalar qasam qilishi bilan o'zlarining rasvo bo'lishidan qo'rqadigan qilishga eng yaqin usuldir. Allohdan qo'rqinglar. Allohning amrini anglanglar. Allah fasık kavmini hidayet qilmaydi. Allah qiyomat kuni payg'ambarlarni yig'ib, qavminglarni iymonga da'vat qilganinglarda qandoq javobga ega bo'ldinglar deb so'raydi. Ular sening bilginingga selishtirganda biz hech narsa bilmaymiz, sen g'ayblarni nihoyat obdan bilasan deydi. Öz vaqtida Allah aytdi: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve senin ananga bergen nimetimni esligin. Aynı zamanda sana Ruhul Kuddus yani Cibril bilen medet verdim. Kichkingda, böşükte ve peygamber boğan 30 yaş vaxtında kişilerge sözleydin. Aynı zamanda sana kitapni, hikmetni, Tevratni ve İncilni ügettim. Aynı zamanda mening iznim bilan loydan qushning shaklida bir narsa yasaydingda, uni puylasang, iznim bilan uchadigan qush bo'ladi. Mening iznim bilan tug'mi ko'rni, baras kesilini saqayding. Aynı zamanda mening iznim bilan o'liklarni terildirib, qabrlardan chiqaratding. Aynı zamanda Bani İsrailni sana chiqilishdan to'sdim. Sen ularga mo'jizalar bilan kelgan cheg'ingda ularning ichidagi kofirlar bu faqat ro'shan sehrdir dedi. Aynı zamanda men havarilarga manga va mening payg'ambarimga iymon etinglar deb vahiy qildim. Ular biz iymon etdik, guvoh bo'lginki biz amringga bo'ysunguchilarmiz dedi. Öz vaqtida havarilar: Ey Meryem oğlu İsa, Rabbing bizga osmondan ustida tamoq bor dasturxon tushirib beralamdi dedi. İsa: Agar Allohning qudratiga ishonsanglar, mundaq savollarni qo'yishda Allohdan qo'rqinglar dedi. Ular: biz uningdan yeyishni, ko'nglimizning tinchlanishini, sözünün rastlıqını bilishni ve onunla yani dasturxonga guvohchilardan bo'lishni iroda qilamiz dedi. Meryem oğlu İsa: Ey Rabbimiz Allah, bizga ustida tamoq bor dasturxon tushirgin. Bu kun bizlarga ve bizdan keyingilarga bayram bo'lib qolsin. O dasturxon senden bizge kudretingni ve peygamberlikimni ko'rsatadigan bir mo'jiza bo'lib qolsin. Bizge rizq bergin, sen rizq bergichilarning yaxshisisan dedi. Allah İsa'nın duasını icabet qilib, onu men sizlarga cho'qim osmondan tushiraman. Sizlardan kimki shuningdan keyin kafir bo'lsa, onu shundoq bir azob bilan azoblaymanki, ehli cahandan hiç kişini mundaq azaplamayman dedi. Öz vaqtida Allah etti: Ey Meryem oğlu İsa, sen kişilerge Allah'ını koyup men bilen anamni iki ilah qilibinglar dedingmi? İsa etti: Rabbim, seninge layık emas narsalardan seni pak deb e'tiqod qilamanki, manga aytishga tegishli bo'lmagan narsalarni Mana aytishga tegishli bo'lmagan so'zlarni men aytmayman.
Agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, uni sen cho'qim bilsan. Ya'ni mening undaq demaganlikim sana ma'lumliq. Sen mening zotimnikini bilsan, men sening zotingnikini bilmayman. Sen g'ayblarni nihoyat obdan bilsan. Men ularga faqat sen meni aytishga buyurgan so'zni, ya'ni mening Rabbim va sizlarning Rabbinglar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar dedim. Men ularning orasida bo'lgan muddatda ularning amallarini kuzatib turgan edim. Meni qabziroq qilganingdan keyin ularning amallarini sen kuzatib turgan eding. Sen hamma narsadan xabardorsan. Agar ularga azob qilsang, ular sening bandalaringdir. Ularni xolig'ingcha tasarruf qilsan. Agar ularga mag'firat qilsang, sen ishingda g'olib, hikmat bilan ish qilg'uchidirsan. Allah aytadi. Bu kun, ya'ni qiyomat kuni rostchilarning rostligi o'ziga foyda qiladigan kundir. Ular aslidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarda mangu qoladi. Allah ulardan rozi bo'ladi, ular Allohdan mamnun bo'ladi. Bu zo'r baxtdir. Osmonlarning, zaminning va ulardagi butun mavjudotning egidorchiligi Allohga mansubdir. Allah her narsaga qodirdir.